Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan qishloq sharoitida issiqxona, ya'ni teplitsa qurib qancha foyda olish haqida gaplashamiz va qanday qilib qursak yaxshi bo'ladi shu haqda. Mana shu ko'rib turgan teplitsanglar issiqxona uzunasiga 22 metr, eniga 12 metr, jami 2 sotix joyda joylashgan. Buni qurishda birinchi bu tarafi va 4 tarafiga beton devor quyib chiqamiz. Beton ustiga devor quramiz. Shilaqa bo'lak va hokazo boshqa bir mahsulotlar ham bo'laveradi. Kilonkaga keladigan bo'lsak, plyonka mana shu yerga 1 millionlik kilyonka ketgan. Bu eng qalinidan, eng qalin va sifatli kilyonka. Uni yoyib, ochib, o'rnatib olgan so'ng, mana bu iplarga o'xshagan narsa nima deb so'rashingiz mumkin. Bu sim aziz do'stlar. Simni tagiga yerga ko'mib qo'yganmiz. Yerni tagiga biron bir temirga simni mahkamlab ko'mganmiz yaxshilab. U sug'urib ola olmaydi umuman. Va bunga mana bunday mayda sim ichida ancha yirik sim, mana ustidagi kafelni shlanka, ya'ni bu shlankani fermerlar, ya'ni ko'pincha dehqon akalarimiz chiqarib tashlashadi. Bu dalalarga tomchilatib sug'orishda foydalanadigan kafelni shlanka. Mana shuni kiygizib qo'yganmiz. Aziz do'stlar, like bosishni unutmang. Like bosing, bu ko'proq odamga tarqalishiga yordam beradi va bundan da qiziqarli videolarni olib boraman. Albatta, keyingi videolarni kuting. Mana bu simga keladigan bo'lsak, simni buni kiygizsak, bu yerdan kilonkani yirtmaydi, ya'ni mana bunday tortganda yirtilmaydi. Bu yerga bunaqasiga reka qoqilgan, mana bunday qilib. Bu yerga ikkita reka yopishtirilgan, ya'ni u bittasi tagida, bittasi ustida kilyonkani ushlab turishi uchun. Mana qator oralig'iga keladigan bo'lsak, mana shu yer 1 metr ikkita rekaning oralig'i. Shu rekalarga sim tortib qo'yilgan, o'rtasidan kilyonka shamolda uchib ketmasligi uchun. Mana aziz do'stlar, bugun 27-yanvar, qor 24-yanvar yog'gandi, hali ham erimadi. Shuncha qor yog'sa ham ko'rib turganingizdek teplitsaga hech nima bo'lgani yo'q. Juda mustahkam qilib qurilgan. Bu hozir tashqi ko'rinishi, hozir ichkariga kirib ham ko'rsataman. Bunga hozir ismolog'i ekib qo'yganmiz. Mana bu yerda oldida eshigi bor. Shu yerdan kiriladi. Buni ichida yana bir kat kilyonka tortilgan, mana shunday qilib. Mana o'rtasiga 3 metrlik yog'och qo'yilgan, uzoq bo'yi ketgan mana shunday. Bu yerga 2 kat kilyonka qo'yilishining sababi bu issiqlikni yaxshi tutadi va xuddi termos kabi issiqlikni tashqariga chiqarib yubormaydi. Shuni foydali tarafi shunda. Kilyonkani ko'tarib asta kiramiz. Mana bu pastiga ham devor tarafiga kilyonka tortilgan, u tarafiga ham. Kilyonka 2 kat bo'lsa yanada yaxshi bo'ladi va issiqlikni tashqariga chiqarib yubormaydi. Bu yerga ismaloq ekkanimizning asosiy sababi, ismaloq ko'p daromad olib kelishi mumkin, qish oyi ayniqsa. Chunki bu unchalik issiqlikni talab qilmaydi. Bu
bunga sal 15 gradus bo'lsa ham bo'laveradi. 15 dan past, 20 dan baland bo'lmasligi kerak. Ya'ni 15, 12 shular oralig'ida bo'laveradi. Men gradusni ko'rsataman. Bu hozir ancha sovuq, chunki bu yerga hozir quyosh tushmagan sababli kechasi sovuq bo'lishi mumkin biroz. Ko'rib turganingizdek 12 dan past.